Assalamu alaykum Uyghur televiziyasining aziz ko'rurmanlari. Tor televiziyasining suhbat programmasiga hoş geldinglar. Bugün biz Qozog'istonda qurilgan Ota yurt tashkilotining raisi Erbol Davlet Efendim bilan suhbat elib bormoqchi. Erbol efendim, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş gördük. Tor televiziya suhbat programmamizga qadam tashrif qilganingizni qizg'in qarshi olamiz. Oldi bilan o'zingizni tunishtirib o'tsangiz. Mening ismim Erbol Davletbek. Qozog'istonda qurilgan Ota yurt fidoyilari tashkilotining raisi. Bizning bu tashkilot 2017-yili boshlangan Xitoydagi zo'r ko'lamlik tutqun qilish, lagerga solash, turmalash, mana irqiy qirg'inchilik siyosatining eng yuqori baliga ko'tarilayotgan vaqtida fidoyilardan qurilgan. Fidoyilarning o'z ixtiyori bilan yig'ilib shunda tashkilot bo'lgan edi. Ondan shu Xitoydagi qirg'inchilikni alam matbuotlarga anglatish, butun dunyoga bildirish uchun kurash qilgan fidoyilardan tashkillangan tashkilot. Yaqında Uyghur TV kanalının xabar qilishicha, Qozog'iston bilan Xitoy o'rtasida imzolangan viza kechirim qilish kelishimi rasmiy ijro qilinishga boshlagan. Sizce bu kelishimning Qozog'iston qanday foyda ziyonlari bordi? Bu kelishim hozir jiq odamlar bilmayapti buni. Buning ishga kirishib ketganiga 1 yildan eshib ketdi. Qozog'iston grajdanlarining vizasiz Qozog'iston territoriyasiga kirish, 14 kun turish, ijro bo'g'li 1 yildan eshib ketdi. Biroq amaliyotda pandemiya bo'lib, Qozog'iston Xitoy chegarasi yopiq bo'lg'achqa, buni jiq odamlar bilmadi-da. Keyin bu chegara yechilgandan keyin odamlar kelish boshlagandan keyin bildi. Ondan keyin bu yil yana 5-oyning 18-kuni Xitoyning Xi'an shahrida O'rta Osiyodagi 5 davlat boshliqlari bilan Xitoy birga yig'in o'tkazdi. Shu yig'inda bu burunqi 14 kunni 1 oyga uzartish. 1 yilning ichida Xitoy grajdanlari Qozog'istonda 180 kun turishga ruxsat berish. Shu nasla yani imzolandi. Bu ikkinchi qitim ma'u imzo. İki devlet o'rtasida bo'layotgan. Bunun hem de faydası yani ziyini degandem de bunun faydasından ziyini ko'p. Albatta. Ziyini ko'p bo'lgan sebep Xitoy bu Sharqiy Turkistonni algan bilan onun bilan to'xtab qolmaydi. O ezelden onun maqsadi bir millatdan bir territoriyadan shunda asta kelayotgan maqsadlari bor. Shuni nimaga oshirdi? Qozog'istondagi iqtisodi hamda taraqqiy qilayotgan davlatlarni qarzga bog'lash orqali shu iqtisodiy manfaatlar orqali Sharqiy Turkistonda yurgizgan ishlarini Qozog'istonda yurgizish shu planlarini ishga oshirdi. Shuning uchun mening da'vatqanim foydasidan ziyini ko'p. Bu Uyg'urlarga o'zingiz bilasiz, Uyg'urlarga yurgizayotgan bir millatni biraqli qirib tugutish siyosati ikkinchi qadamda qozoqlarga keladi. Bu Sharqiy Turkistonda qozoqlarning 5 yil kap bo'ldi. Mana 2017ni hisoblasak 6 yil bo'ldi. Qirg'inchilikni yurgizyotdi ya da Uyg'urlar bilan birga qozoqlarni ko'ryotdi shu kunni. Shuni hamda Qozog'istonga amma O'rta Osiyoga bugun yurgizmagan bilan Xitoy yapdan kirib olgandan keyin u kelajakda bo'ladigan ish bu. Sizce O'rta Osiyo davlatlari Uyg'urlarning yashayotganlarini ko'rib turib, Xitoydan iborat bu xatarni tunib yetmadimi? Bu bilmeydi, onun Xitoyning xatirini bilmeydi desek yalan bo'ladi. Ular biladi. Bilganda bular birinchi iqtisodiy manfaatni birinchi o'rin qo'yotdi, ham ko'z oldidagi manfaatni birinchi o'rin qo'yotdi.
Bula Rossiya hazır Rossiyanın ekonomikası töven düşüşkü başlagandan keyin bu Xitay bilen yaqinlashib buni aldini mı? Bunun aldidagi 20 yıl Xitay jiq mablag'larni o'rtasiga saldı. Hazır O'rusning ta'sir kuchi azaygandan keyin mush paytdan foydalanib o'sh oshkora o'tirg'i chiqdi Xitay. Onu hazır bular endi Xitayga qarshi so'z aytolmaydi. Bularda jiq kelishimlar bo'lib ketdi. O'ttirada jiq mablag' selibatdi Xitaylar. Shuning uchun onun hammasidan bir kunda qo'l uzish mumkin emas. Qo'l uzish emas, bu oldiga taraqqiy qiladi. Xitoy bilan shu iqtisodiy munosabatlarning zichlashib ketib boradi-da, bu taraqqiy qilaveradi. Ya'ni moddiy manfaatni ko'zlab turib Xitoy bilan birlikda desak bo'lamdi. Xitoyda shu uzoq kelajak emas, bular ko'z oldidagi moddiy manfaatni birinchi o'ringa qo'yyotdi hozir. Buning xatari bak yig'irligi ko'rindi. Xitoy shu Xi'an yig'ilishida yana bir bak xatarlik kelishimga imzo qo'yildi. Bu qanday kelishim deganda Qozog'iston bilan Xitoy o'rtasidagi adamlarning informatsiya almashtirish deganda Xitoyga xatarlik adamlarning informatsiyasini so'raydi Xitoy. Onu ta'minlash Qozog'istonning majburiyati bo'ladi. Qirg'iziston bilan mashunda qo'ydi, Qozog'iston bilan shu kelishimdagi imzo qo'ydi. Bu Xitoyning asta kelayotganligi, Xitoyga qarshi so'z aytadiganlarning, guvohlik beradiganlarning hammasining hozirda O'rta Rossiyada bak xatarlik kunga qolganligi oshib bo'ldi-da. Shunga imzo qo'yibdi bular. Hamda odamning informatsiyasini bizga bersa desa, bo'lmasa bu odamni o'tkazib bersa desa, o'tkazib beradi, ham informatsiyasini almashib turibdi. Bu odam nima ish qilyotdi, ma'lum odamlarning nimalarini berdi, tizimliklarini bergandan keyin uni Qozog'istonda Xitoyni ta'minlaydi. Bukul informatsiya bilan ta'minlab turadi Xitoyni. Shunda qatorli ko'rinishlar hozirdan boshlanib ketdi. Bundan keyin qanday bo'ladi? Bilmaymiz hamda. Buni yana jiq taraflardan bu xalqarалық matbuotlarda anglatish lozim deb bilaman men. Shu O'rta Rossiyadagi xatarlik vaziyatlarni. Söhbetimizni bu yerda oxirlashtiraylik. Oxirda Uyg'ur televiziyasiga vakolatan söhbetimizning yaxshi olib berilishi uchun kuch chiqargan Eribol apandimga rahmat aytaman. Ko'rinmanlarga sog'-salomatlik tilayman. Keyingi sonda ko'rishguncha omon bo'linglar. Xo'sh.